Menga qara. Haddingni bilib yasha, xo'pmi? Men seni shu kungacha senlamasdim. Qizim derdim. Lekin sen hurmatni bilmas ekansan. Ota-onang bermagan tarbiyani meni uyimda ko'rsatma. Ota-onamni aralashtirmasdan gapiring. Tarbiyasizliging shunga majbur qilyapti. Ota-onang tarbiya berganda bunaqa qilmasding. Mana hozir asl yuzing ochildi. Men ham senga o'xshagan kelin bo'lganman. Lekin qaynona qaynotamga senga o'xshab o'dag'aylamaganman. Har qanday vaziyatda ham hurmatlarini joyiga qo'yganman. Tushundingmi? Chunki menga berilgan tarbiya shuni ko'rsatadi. Bilib qo'y. Qachonki o'zingni hurmat qilsang, boshqalarni hurmat qilasan va ulardan hurmat ko'rasan. Yashasang, haddingni bilib, hurmatimizni joyiga qo'yib yasha. Men shunaqaman. Borim shu. Yoqmasam, qizimni hoziroq olib ketishim mumkin. Sen sog'massan. O'g'limga aytaman, birorta nevrolog shifokorga